Mana bu yo'l yuzidagi zapravka ham уже portlaydi deyapti hozir. Mana bu odamlarning qochishini qaranglar qizlar. Do'stlar, guvohi bo'lib turibsiz, Toshkent shahridagi Beshqo'rg'on bozori yonyapti. Bu yerda juda ham katta yong'in kelib chiqdi. Hozir o't o'chiruvchilar olovni, alangani o'chirishga harakat qilishyapti. Juda ham ko'pchilik jalb qilingani ko'rinib turibdi. Bino atrofi o'rab olingan. Bu yerda kiyim-kechaklar, narsa buyumlar sotilgan. Yong'in kelib chiqish sabablari hozircha aniq emas. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xodimlaridan intervyu olishga harakat qilyapmiz. Imkon qadar sizlarga ma'lumot olib yetkazishga intilamiz. Alanga 5-aprel kuni soat 16 ga yaqin avj olgan. O't o'chiruvchilar soat 17 ga yaqin yetib kelib atrofni qurshagan. Bungacha anchagina maydon yonib ulgurgan. Guvohlarning aytishicha, yong'in elektr bilan zaryadlash uskunasidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Beshqo'rg'on aslida yirik omborlar majmuasi hisoblanadi. Ko'plab omborlarda kiyim-kechak va boshqa turdagi narsa buyumlar saqlangan. Tovarlar respublikadagi eng yirik kiyim-kechak bozorlaridan biri bo'lgan Ipodromga yetkaziladi. Voqea guvohlari portlash ovozlarini eshitganini aytdi. Bir necha odamlar jarohatlanganiga guvoh bo'ldik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Murod Sodiqov esa Daryo muxbiriga yong'inda birorta odam jarohatlanmaganini ma'lum qildi. Ayrim guvohlar o't o'chiruvchi xodimlar ham jarohatlanib tez yordam mashinasida olib ketilganini aytdi. Men ishlayman. Nablюдениеda o'tiraman, kamerada. O'tirdik, shuna kamerada o'tirdim. Shuni endi chiqib telefon bo'lib qoldi, tashqari chiqib gaplashaman desam, qarasam, shu atrofida shuna yonishni boshlaganda, kulish boshlayotdi. Keyin sarazi qaradimda, qarasam tutab ketdi, vobshe yonib ketdi. Sarazi chaqirdim, sheringlarni ham chaqirdim, chiqinglar dedim, yonib ketyapti dedim. Bo'linglar deb hammani olib chiqib tez chiqardik. O'sha bu yoqda hech kim uspet qila olmadi, pasharniklarni chaqirguncha pasharniklar ham keldi. Yoqqincha ham ancha vaqt o'tib ketdi. Yong'in sekin chiqishni boshladi. Kengayib, kattalashib, polni yonib ketdi. Kengayib ketdi. Hamma joy yonib ketdi. Paq degan ovozlar ozgina eshitildi. Tirs oynalar sanab, tarsillab, chirsillab, qaror shunaqa ovozlar eshitildi, Bizning kameralarimiz bor, u yerda kompyuterlarimiz bor, u yerda, qancha tovarlarimiz bor ichida. Ko'p narsalar yonib ketdi, Bu yerda magazin, do'konlar ham bor edi, keyin skladlar ham bor edi, tekshiruv kamera nablidelari ham bor edi, tekshiruv kechaylar. Hamma narsasi bor, ichida. Oziq-ovqat do'konlari ham bor ichida. Ayrim tadbirkorlar bozorda yong'in xavfsizligi ta'minlanmagani, do'konlarning ko'p qismi yonuvchan plastmassali qoplamalardan iboratligini aytdi. Ombori yonib kul bo'lgan o'nlab tadbirkorlar bilan suhbatlashdik, lekin ular kameraga gapirishdan qo'rqishini, intervyu bersa oqibati yomon bo'lishi mumkinligini aytdi. Biror tadbirkor yonib ketgan mahsulotlari kompensatsiya qilinishiga ishonmasligini ham bildirdi. Ayrimlar 200, ba'zilar 400 ming dollarlik tovarlari yonganini aytdi. Tadbirkorlar bir necha, hattoki 6-7 talab omborlarni ijaraga olib, foydalanib kelganini bildirdi. Biz bu yerda yurdik, ishlar bilan yurdik. Birdaniga olov chiqib ketdi bozor ichidan. Nima bo'layapti deb qarasak, o'sha olov birdaniga chiqib ketdi. Bozor ichiga yordamga yugurib bordik. Bir ikkita tanishlarning do'konlarini buzib kirdik. Iloji bo'lsa, hamma narsani olib chiqishga harakat qildik. Iloji bo'lmay qoldi. Birdaniga olov ko'tarilib ketib qoldi. Ba'zi do'konlar yopiq bo'lgan, qulflangan bo'lgan. Balki bugun bu bozor ish faoliyati bo'lmagandir. Biz shundan xabardormiz. Iloji boricha hamma narsani olib chiqishga harakat qildik, yordam berib odamlarga. Bozor deb yuritiladi, lekin hammani tovari mana shu nima deydi, katta Abu Saxiy bozorini skalat deylik. Hammasi yonib ketdi-da, aka. Men oddiy ishchiman, elga kelgan to'y, to'g'ri. Prosta nima deymiz? Hammaga boshqa tushganda ko'z ko'rar aka. Va hammaga sabr tilayman. Nima deyim, boshqa gap gapira olmayman aka. Men ham oddiy shularning orqasidan non yeydigan odammiz-da aka. Oddiy ishchimiz, lekin men xafaman hozir. Xudodan faqat sabr so'rayman hammaga aka. 20 minut bo'ldi kelganimga, uje yonib bo'ldi-da, kirdik, harakat qildik, bir ikkita yordam qildik. Attak nima deydi? Yonib bo'ldi-da deyarli tovarlar. Qo'ldan kelguncha mana harakat qildik, chiqquni chiqib qoldi endi. Qolgani endi Allohdan hammasi.
Oxirgi paytlarda poytaxtda bir necha bozorlar yondi. Masalan, yaqinda Aviasozlar va Uch Qahramon bozorlari yongan edi. Yong'indan keyin Uch Qahramon bozori o'rnida metro qurilishi aytilgan va uni faoliyati butunlay to'xtatilgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi yong'in soat 18:18 da o'chirilgani haqida xabar berdi, lekin biz hozir 18:55 da yong'indan tutun chiqayotganini ko'rib turibmiz. Balki chindan ham o'chirilgandir, lekin atrof o'rab olingani sababli unga yaqin bora olmayapmiz. Vaziyatni kuzatib boramiz, sizlarga oxirgi yangiliklarni yetkazamiz.